Assalomu alaykum, Mo'liya. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qalay dam oldingiz? Yaxshi, juda ham zo'r, juda ham a'lo darajadan. Sizga yoqdimi Shohimardon? Juda ham yoqdi. Xo'p, Mo'liya qizimiz Yoshlar telekanalida shapaloq ko'rsatuvning aktrisalari. Hozir lyuksxonamizga obzor qilib berasizmi? Albatta. Albatta, Qani qani yuring. ketdik. Yuring. Obunachilaringizga ham ko'rsatasiz? Bizning obunachilardan. Albatta. Bismillah. Mana. O, lyuksxonalar juda ham shinam va chiroyli. Bu yerda issiq sovuq suv hammasi. Bilasizlar, bir xil joylarda qanaqadir nur taraflari bo'ladi. Kimidir suvi, kimidir vannasi, kimidir anaqa gaz svetlari yo'q bo'lishi mumkin. Bu yerda bo'ldi kir mashinalari. Kir mashina холодильник, Da. Потом yangi mягкий mebellari hali kuni gaz yeritilmabdi. Ha, endi yangi bitta Qiz bola endi ekan. qo'yishdi. Qiz. Bu xonamiz er-xotinlar va juftliklar uchun juda ham shinam, chiroyli joylashgan. Qanday tabiatini qarang. Albatta. Havas yangi kelin-kuyovlar Asaloyiga kelsa juda ham zo'r ish bo'ladi. Kelin-kuyovlarni belgilab beramiz. Dushsamiz eldi, men ko'rsatib o'tib ketaveray. Qani mana. Dushsamiz eli mana. Vannalari bor, hamma yo'g'i. Komfort qilib qo'yilgan, yuravering. Boplabsiz. Yaxshi. Boplabsiz. Tak, ikkinchi etajiga chiqamiz. Ikkinchi etajida bolalar uchun, o'rtoqlar uchun va oddiy yoshlar uchun ham juda ham shinam xona qilingan. Bu yerdan Tabiatni ko'rsatavering. Ko'ringlar. Tabiat. Alloh, mana shu tabiatga o'zim ham to'ymayman. Keyin yana bitta ma'lumot. Bu joylashgan dachalar Shohimardonni eng oxirgi cho'qqisida joylashgan bo'lib, hamma nima deydi, pastdagi dachalar, uylar полностью ko'rinadi. Kiyim javolar uchun отдельно. Hammasi lyuks и новый yangi. Bu tarafimiz, bu ham juftliklarga atalgan. Dugonalar bilan kesanglar ham bo'ladi. Takoy televizor ko'rib, qo'shiqlar qo'yib, diskotekalar bilan juda ham mazacha. Kelishimdan taklif qilaman, kelganimga mafsuslamayman. Xonalar issiq, sharoitda yo'qyapti sizga, atmosfera. Yozda sovuq, qishda iliq, issiq, topli pol. Ko'rdim, vannalarini ham ko'rdim. Hammasi topli bo'ldi. O'sha maza qilasizlar. Har xil o'yinlar o'ynasa bo'ladi. Kelishaversin, kelishlarni tavsiya qilasiz. Albatta. Salomat bo'ling. U nima deydi? U o'sha yana ortiqcha ma'lumot o'sha shart emas, o'sha ko'rinib turibdi. Salomat bo'ling, rahmat sizga.